Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Ushbu baytida jamoat bilan o'qilgan xufton namozlarimizni barchalarimizdan Alloh qabul aylasin. Siz bizlarni shu davrda hali hayotimizda ibodatxonlar qatorida qilgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar, ashoblardan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi suhbatimizdan avval bir Alloh qalbimga bir tuyg'u keltirib turibdi. Shu suhbatimizdan avval bir butun xalqimizni, musulmonlarni bir kelayotgan Qurbon hayiti bilan bir muborakbod qilib qo'yishlikni men o'zimga lozim tutdim. Chunki bu sizni bizlar uchun o'ta muhim bo'lgan bayramlardan biri. Bu Qurbon hayitini Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashoblar bilan nishonlaganlar. Bu kunni bayram qilganlar. Bu kunni o'ziga yarasha fazilatlari bor, bu kunni o'ziga yarasha darajotlari bor inshaalloh. Shunchaki hayit ekanda deb o'tkazib yuborish kerak emas buni. Mana biz eshitgan bo'lsak, mana ko'rgan dadalarimiz borlar. Qarib 30-40 yil nariyog'ida mana shu dadalarimiz hayit namozini o'qiganligi uchun necha mahkamalarga borib hisob bergan otalar bor. U paytdagi bulardan o'tganni o'zi biladi, Xudo biladi-da endi. Ayb ish qilmagan, bir jinoyatchilik qilmagan yo birovni haqqini yemagan, birovga zulm qilmagan, qilgan ishi shu bugun bayram ekan deb Ramazon hayitiga yoki Qurbon hayitiga borib turib 2 rakat namoz o'qigani uchun qancha joylarda hisob bergan. Alhamdulillah, Alloh umrlari uzoq bo'lsin yurtboshimiz. Mana shu hayit kunlarini 3 kunini bizlarga dam olish kuni qilib beryapti. O'zi qurbonlikni bayrami ham o'zi 3 kun, asrgacha, 3-kun asrgacha jonliq so'yib qolishlik imkoniyati bor. Davlat ishxonalarida ishlaydigan yoki biror bir joyda safarda bo'lib qolgan yoki o'sha 1-2 kunlari, 1-kuni imkon topolmagan insonlarni mana shu kunlarni oila bag'rida, farzandlar davrasida bir hayitni bayram qilib o'tkazish uchun 3 kun. Bu katta gap bu. Qarang, kechaginda shu hayitni bayram qilganlik uchun hisob berilgan bo'lsa, javob berilgan bo'lsa, bugun alhamdulillah buni davlatimiz siyosati bizlarga shuni bayram qilinglar deb, buning uchun nima qilish kerak? Shukr qilish kerak, duo qilishlik kerak. Allohim taborak va taolo kelayotgan bu Qurbon hayitini butun yurtimizga muboraklik qilsin. Birinchi o'rinda mana o'tiribmiz. Xudo xohlasa kecha tinch edi, avval kuni tinch edi. Ko'ngilga xavotir bo'ladigan biror bir nojo'ya bir tovushlar bo'lgani yo'q. Ba'zi bir Namanganlarda, Chustlarda tabiiy ofatlarni hisobga olmaganda Xudoga shukr bir vahimaga tushadigan biror bir holatlar yo'q. Buni sababchilari kim? Hozir chegara hududlarda xizmat qilayotgan, bizlarni tinchligimiz uchun xizmat qilayotgan birodarlar, qadrdonlar, o'g'lonlar bor. Chegara hududlarda xizmat qilyapti. Ichki organ xodimlari kecha-yu kunduz mana ertaga yana hayit bayramini tinch omon o'tkazishlik uchun qancha tadbirlar qilinyapti, tayyorgarliklar ko'ryapti. Birinchi o'rinda mana shu insonlarga Xudo hayitlari muborak bo'lsin. Biz-ku oila bag'rida bo'lamiz. Biz-ku bir to'kin dasturxonda bo'lamiz inshaalloh. Lekin ular o'sha biz bayram qilayotgan paytlarda ham bizlarning tinchligimizni o'ylab o'sha postlarda, chegaralarda kecha-yu kunduz turishadi. Xudo shularni salomat qilib kelgusi hayitlarda oila davrasida bo'lishini shularga nasib qilsin. Ikkinchi o'rinda mana hozir kundan kun kasalliklar, vahimalar ko'payapti. Shu tibbiyot sohasida mehnat qilayotgan butun yurtdoshlarimizni Xudoyim qilayotgan xizmatlardan Xudo rozi bo'lsin. Qurilish sohasida kundan kunga shaharlarimiz, mahallalarimizni chiroy ochib boryapti, qurilishlar bo'lyapti. Ayniqsa men o'zim har kuni guvohiman, mana bu Qo'yliq ipodrom yo'lida metro qurilishida kecha-yu kunduz xizmat qilayotgan yigitlar bor, insonlar bor. 24 soat tinayotgani yo'q. Alloh taolo mana shularga hayit bayramlarini muboraklik qilsin.
Lekin bugungi kunda uzoq yurtlarda ro'zg'or qilaman, tirikchilik qilaman, bir halol pul topaman deb bu bayramni yurtida, ona bag'rida, oila bag'rida o'tkaza olmaydigan musofir yurtdoshlarimiz bor. Qayerda bo'lishligidan qat'iy nazar Alloh shularga Qurbon hayitlarini muboraklik qilsin. Dehqonlar bor, kundan kunga dasturxonimiz anvoyi ne'matlar bilan to'lib toshyapti. Bu o'zidan o'zi kelayotgani yo'q. Ana shu dehqonlar erta bahordan boshlab dehqonchilik qilib mana shu hosillarni olib kelib oldimizga dasturxonimizga qo'yapti. Chorvachilarimiz bor, go'sht mahsuloti, sut mahsuloti yetkazayotgan. Alloh taolo bularga hayit bayramlarini muboraklik qilsin. Qo'yinchi shu vatanimizni obodonchilik uchun, tinchlik uchun xizmat qilayotgan yurtboshimiz boshliq barcha rahbarlarimiz, xalqimiz, muftiy hazratlari boshliq masjidlarda muqtado bo'lib xalqimizga diniy masalalarni yetkazib turgan ustoz ulamolarimizga hammalariga Allohim taborak va taolo bu hayit bayramlarini muboraklik qilsin. Mana shu hayit bayramini tabrigini mana shu jamoat Fath jome masjidining imomi xatibi ustozimiz G'aybulloh Qorakam boshliq hazrat nomlaridan mana noib imomlar, mutavaliyot, mana shu masjidda xizmat qilayotgan qorovullarimiz kecha-yu kunduz shu siz azizlar nomingizdan butun xalqimizni hayit bayrami bilan muborakbod qilaman. Allohim taborak va taolo mana shu hayit bayrami, mana shu Qurbon kunida qilinadigan qurbonliklarimiz, so'yiladigan jonliqlar, oqizilinadigan Xudo uchun o'sha jonliqlarning qonlari hurmati kelgusi Zulhijja oyida hammalarimiz iloho Qurbon hayitini Ka'batullohda kutishligini nasib aylasin. Arafotlarda turishligini nasib aylasin. 2 yil bo'ldi mana bu sababdan xalqimiz uzilib qoldi. Kelgusi hayit bayramlarini Allohim odam Safiyullohni duolari ijobat bo'lgan Arafotlarda Hojar onamizni duolari dargohga yetgan Safo Marvalarda Allohim yetishini hammamizga nasib aylasin. Endi inshaalloh suhbatimizni kelgan joydan ozgina biron bet bayon qilamiz. Adabul Mufrad imomi Buxoriyning kitoblaridan Hazrat rahmatullohi alayhi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining yozgan sharhlardan o'qiyotgan edik. Bu bobda avvalgi suhbatimizda Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu ning o'sha aytgan so'zlari Alloh taolo men haqimda Qur'oni Karimda 4 ta oyat nozil qildi deganlar, ana shundan birinchisini o'qigandik. Endi ikkinchi oyat nima sababdan nozil bo'lganligini inshaalloh Shayx hazratlarining fikrlari bilan o'qib tanishamiz inshaalloh. Ikkinchisi Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu aytadilarki, men o'zimga yoqqan qilishni olib olgan edim. Yo Rasululloh, menga buni hiba qiling dedim. Bas sendan o'ljalar haqida so'raladi, oyati nozil bo'ldi. Bu oyati karima Sura-i Anfal deb nomlanadi. O'ljalar nomi bilan nomlangan Qur'oni Karimda 114-surani 8-surasi hisoblanadi. Madinada nozil bo'lgan 175 oyatdan iborat bo'lgan oyat. Mana shuni birinchi oyatlarda Alloh taborak va taolo Badr jangida ishtirok qilgan avvalgi fikrlarimiz yetgandik, yana hozir davom ettiramiz, hazrat fikrlarini o'qiymiz. O'sha o'ljalar, ya'ni Badr jangida mushriklar tomonidan qo'lga kiritilgan o'ljalar o'rtada bo'lib, sahobiylar 3 qismga bo'ladi. Mana shu mol o'lja haqida o'rtada nizo chiqqanligi, kelishmovchilik chiqqanligi haqida aytgan edik. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu zikr qilgan oyati karima Anfal surasida bo'lib, bu Badr g'azoti to'g'risida nozil bo'lgan. Alloh taolo ushbu g'azotdagi voqealar qiyomatgacha odamlarga ibrat bo'lishligini iroda qildi. Qarang, dunyoning eng o'sha Allohning rizosi uchun bor mol mulkdan jondan kechgan zotlarning hayotlari qiyomatgacha keladigan insonlar uchun ibrat bo'lsin deyapti. Undan ibrat olish kerak, xulosa olishlik kerak. Ayniqsa hozir ota o'tgandan keyin otadan qolgan hovlini, joyni, mashinani, mol mulkni talashib bir-birimdan yuz ko'rmas bo'layotgan yoki quda andalar o'rtasida voy ana uni qilmabsan, voy mana qilgan narsangni qara deb
bir-biri bilan qirq pichoq bo'lib dunyo matosi uchun bir-birini beobro' qilayotgan insonlar bundan ibrat olishlik kerak. Bu mol dunyo matosi har qanday insonni, har qanday qarang, sahobiylar Rasulullohdan shundoq bevosita shariat o'rgangan insonlarning holatida, hayotida ta'sir qilyapti. Mol dunyo aralashgandan keyin albatta shayton o'tda aralashligi aniq. Ana shu holatlarda bu xatolar mana shu sahobalarning tushgan holati qolgan insonlarga ibrat bo'lsin. Bu mol dunyo matosi shundoq insonlarniki holini o'zgartirdimi, undan buyog'idagi insonlarning holini o'zgartirib olishi hech kam emas bu. Har qanday insonni buzadi bu. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom tilla va kumushlarga Allohning la'nati bo'lsin deb la'natlaganlar. Hali bu la'natlangan narsa ustida shuncha janjal o'rto'polon bo'lyapti. Yig'il haligi janjal so'ron bo'lyapti. Bu la'natlangan narsa. Bu axir ko'ring hayotda qayerda mana shu bo'lsa, albatta nizo, adovat, dushmanchilik, kelishmovchilik, behurmatlik, beizzatlik hammasi shu joyda. Suraning avvalida odamlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan anfol o'lchalar haqida so'rashgani aytilib, orqasidan o'sha savollarga batafsil javob keladi. Anfol surasining dastlabki oyatlari jangdan keyin o'lja ustida musulmonlar orasida janjal chiqqani sababli tushgan. O'sha o'lja talash mashmashasida o'zlari aytib o'tganlardek Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhum ham bor edi. Allohning yordami bilan g'olib bo'lgan musulmonlar g'alaba nashidasidan mas ekanlar, o'lja xususida o'zaro ixtilofga tushib qoldi. Bu esa inson tabiati nihoyatda murakkab ekani yana bir bor ko'rsatadi. Kofirlardan tushgan o'ljani talashayotgan insonlar aslida butun mol va mulkdan kechib islomni tanlagan zotlar edi. Ularning bir qismi mol va dunyolarni, qarindosh urug'larini, aziz vatanlarini tashlab dini diyonat yo'lida hijrat qilgan muhojirlar edi. Boshqalar esa hijrat qilib kelgan birodarlariga uy-joy, kiyim-kechak, oziq-ovqat, qo'yinki hamma kerakli narsalarni berib, ularni o'zlaridan ustun ko'rgan ansoriylar edi. Ular Badr urushiga kirayotib o'lja degan narsa hayollariga ham kelmagan edilar. Balki tezroq shahid bo'lib jannatga kirish ishtiyoqida yonar edilar. Ulardan biri jannatga kirishga shoshilganidan qo'lidagi bir necha xurmoni yeb bitirishga ham sabri chidamagan, ammo jang tugab ko'p yillik mashaqqat va qiyinchiliklardan keyin dastlabki g'alaba qo'lga kiritgach, darhol dunyoga qiziqish boshlandi deyapti. Sahobiylar o'sha davrgacha ozmuncha azob chekdimi? Hali bunaqa g'alaba hayotida ularda bo'lmagan. 13 yillik Makka azobi, Habasistonga hijrat, ularga keltirilgan xo'rlik, azobi, uqubatlar, ularni uchilo bir Makkani tog'ini, vodiyni orasiga haliga surgun qilib, butun dunyo, tashqi dunyodan uzib qo'yilgani, oldi, berdi, savdo soti, ulardan qiz olish, ularga qiz bermaslik to'g'risidagi o'sha mushriklarning bir badbahona o'ylab chiqqan haliga siyosati, u ozmuncha azob bo'lmagan. Madinaga kelib, sal ko'kragiga shamol tegib, sal ular ham odamdek bir e'tiborga olinib, ansorlar o'zlarini mol mulklarini ularni oyog'iga tashab, mana birodar, mana bu yerda bog'im bor, shu bog'imni teng yarmi saniki, mana bu yerda uyim bor, shu saniki, qo'l ostidagi tuya bormi, qo'y qo'zi bormi, hammasini teng taqsimlab qilib o'sha insonlarga sharoit berilib, keyin sal odamday yashashga boshlab. Birinchi islom tarixida bo'lgan Badr jangi, endi bilasizlar, bu juda ham Allohning qudrati. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan chiqqan 313 ta sahobiyga 3 barobar, 1000 ga yaqin, balki 1000 dur, ularda butun qurol yaroq mukammal qurollangan insonlarga ro'para chiqib, bu aqlga sig'adigan g'alaba bo'lmagan, bu Allohning nusrati, Allohning g'alabasi bo'lgan bu Xudoy taolo. Xudoy taolo o'sha payg'ambar solomga musulmonlarga nusrat bergan. Bo'lmasa hech qanaqa holatda 3 barobar o'zidan kuchli bo'lgan lashkarni yengishlik bu aqlga sig'adigan narsa emas bu. Alloh taolo ularga nusrat berganligi uchun Xudoy taolo mana shu yerda mushriklarni mag'lub qilib musulmonlarga g'alaba bergandan keyin bir
birpasda tabiat o'zgardi-da. Bu masalan aytayaptilar-ku, ular Badr jangiga chiqishdan oldin o'lja haqida o'ylab ham ko'rmagan edi. Chunki bunga aqli ham yetmas edi. Biz bugun mag'lub qilamiz, bularni qo'l ostidagi bor mol-mulkni o'zimizniki qilib olamiz degan xayolga ham kelmagan edi. Balki ikkilangan holatlari bo'lgan. Yo Rasululloh, endi bizlar bu karvonni to'samiz deb chiquvdik, urushamiz degan niyatda chiqmagan edik. O'shaning uchun keling qaytaylik, Madinada qolgan boshqa birodarlarimizni ham olib, yanada bir jabduqlarimizni, qurollarimizni mukammal qilib chiqaylik degan qancha muammo, qanchaligi ikkilantirishga sabab bo'lgan sahobiylar bo'lgan. Bu o'zidan o'zi bo'lmagan bu narsalar. Ana shu paytda o'sha g'alabaga erishishlik bilan barcha qiyinchiliklarni unutgandek go'yo o'rtada birinchi maqsad shu moli dunyoni meniki qilib olsam bo'ldi, bu narsaga men egalik qilib olsam bo'ldi degan muammo paydo bo'lib qolgan bu yerda. Ana shundan Hazrat aytadiki, inson tabiatini o'ta murakkab ekanligini mana shu amallardan, chunki bu zotlarni bo'lib ham dunyo matosi tabiatini yo holatini o'zgartirishligi mumkin bo'lmagan insonlar edi. Ularning ichida ashara-i mubashsharalar, xosan Sa'd ibn Abi Waqqas ham ashara-i mubashsharalardan. Shu insonlar ham mana shu mol dunyo holatida o'sha 2-3 ga ajrab qolganligini aytayapti. Bu juda katta ibrat narsa. Shundan o'rtalarimizda mol dunyo aralashdimi, mana shu holatlarda albatta shu voqeani eslashligimiz kerak. Albatta mana shu holatlarni shundoq zotlarki mol dunyo oldida tabiatan ojiz bo'lib qoldimi, bizniki bu tabiiy narsa. Shuning uchun har bir holatda Alloh rozi bo'ladigan yo'lga o'tishligimiz kerak. Bu juda ham xatarli hol edi, lekin aslida bu holat Alloh taoloning irodasi bilan yuzaga kelgan edi. Alloh taolo sahobalar avlodini har xil ishlarni boshlariga solib sinab tarbiyalab borgan. Badr urushidan keyin o'lja talashish ham shunga o'xshash masalalardan biridir. Alloh taolo ularni amaliy xato ustida tarbiyalayapti. O'sha hodisaning bevosita ishtirokchisi bo'lgan Ubodat ibn Sobit roziyallohu anhu shunday rivoyat qiladi. Bu oyatlar, ya'ni Anfal surasidagi nozil bo'lgan oyatlar biz haqqimizda Badr sahobiylari haqida o'lja talashib ixtilof qilganimizda axloqlarimiz buzilganda nozil bo'lgan. Alloh taolo o'ljani bizning qo'limizdan tortib olib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga berdi. Sendan o'ljalar haqida so'raydi deb boshlanadi oyat. Yasalunaka anil anfal qulil anfal lillahi var rasul fa aslihu zata baynikum fattaqulloh. Ya'ni sizdan o'lja haqida so'radilar, ey Allohning rasuli, sizdan o'lja haqida, bu o'lja kimniki Allohning rasuli so'radi. Siz aytingki, bu o'ljalar Alloh va Allohning rasulinikidir deyapti. Sizlar o'rtalaringizni isloh qilinglar. Ya'ni sizlarni bu mol dunyo o'rtanglardagi oqibatni buzishlikka sababchi bo'lib qolmasin. Mana shu arzimas dunyo matosi uchun bir-biringizga adovat bo'lib, dushman bo'lib qolmanglar. O'rtangizni tezroq isloh qilib, uzr so'rab bir-biringizdan rozichilik qilib, Allohdan qo'rqinglar va Allohning rasuliga itoat qilinglar degan oyat bilan boshlanyapti. Sahobiylarga tarbiya beryapti Alloh taolo. O'z oralaringizni isloh qilinglar. Agar mu'min bo'lsangiz, Allohga va uning rasuliga itoat qilinglar deyapti. Alloh taolo oyati karimaning avvalida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilmoqda. Sendan o'ljalar haqida so'raydi ya Rasululloh. Ya'ni o'lja ustida talashib har qaysi o'zini boshqalardan ko'ra haqliroq bo'lib sohiblik da'vosini qilganidan so'ng so'raylar, o'ljalar kimniki deydilar. O'ljalar Alloh va Allohning rasulidir ayting. O'ljalar sizniki emas. Siz shoshilib uni o'zingizniki qilib olmoqchi edingiz. Yo'q, o'ljalar Allohniki. Alloh taolo sizni kofirlar ustidan g'olib qildi. Bu g'alabani siz keltirganingiz yo'q, Alloh taolo keltirdi. Mushriklarni siz o'ldirganingiz yo'q, balki Alloh taolo o'ldirdi. Kofirlarni siz asir olganingiz yo'q, Alloh taoloning o'zi asir oldi. O'ljani siz qo'lga kiritganingiz yo'q, balki Alloh taolo o'zi qo'lga kiritdi. O'ljalar sizniki emas, Alloh va Allohning rasulinikidir. O'sha zot tufayli sizga Alloh taolo yordam berdi, nusrat berdi. Siz bo'lsa haqqingiz bo'lmagan narsani talashib, bir-biringizni xafa qilib o'rtadagi do'stlik
do'stlikka fitir yetkazib yuribsiz. Bunday qilish sizlarga hech munosib emasdir. Bas Allohga taqvo qilinglar va o'z oralaringizni isloh qilinglar. Qalbi taqvo bo'lgandagina inson dunyoning o'tkinchi matohini talashib yurmaydi. Mol va dunyo deb o'z birodarlari bilan orani buzmaydi. Qalbidan taqvo joy olgan insongina Allohga, uning rasuliga itoat qiladi. Agar mu'min bo'lsangiz Allohga, uning rasuliga itoat qiling. Demak, mu'minlikning sharti har bir narsada Allohga, uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoat qilishdan iboratdir. Iymon amalda ko'rinadi. Iymonni ko'rsatadigan amal esa Allohga, uning rasuliga itoat qilishi zohir bo'ladi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z hadisi shariflaridan birida iymon qalbda viqor topgan va amal bilan tasdiq etilgan narsadir deydi. Alloh taolo kelgusi o'sha oyatlarda mana shu birinchi oyatlardan keyin mu'minlar sifatini aytadi. Allazina iza zikrulloha wajilat qulubuhum va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatkum imanan va ala robbihim yatavakkalun. Mu'minlarning sifatini aytyapti. Ularga Alloh eslatilinsa, agar Allohni zikr qilinsa, qalblari jumbushga tushadi degan. Ya'ni qalb o'zgarar ekan. Xudoni etilgan paytda qalb, inson haqiqiy mu'min, iymon bo'lgan qalb o'zgarish kerak ekan. Xudoni eslatilingan paytda. O'zgarmasa u qalbda u iymon zaifligi ekan. Sahobiylar o'zgargan. Allohning nomi zikr qilinganda tamom, boshqa gap sig'magan. Shuning uchun arablarda biror bir muhim xabarni yetkazmoqchi vallohi degan, ya'ni Allohga qasamki degan, u narsa keyin muhokama qilinmagan. U narsa haqida talashib tortishilmagan. Chunki o'ta haq bo'lgan narsalarda ana shu Alloh nomi bilan bizlarga o'xshab kim o'tmagan joyda turibman, mana dasturxonda non turibdi degan qasamul ichmagan. Bunaqa qasam ichib ham bo'lmaydi. Qasam faqat Alloh uchun ichilishligi kerak. Alloh zikr qilindimi, ularning qalblari jumbushga keladi. Ya'ni qalblar o'zgaradi. Yaxshilik tomonga, ezgulik tomonga, Xudoning rizosiga o'zgaradi. Va iza tuliyat alaykum ayatu zadatkum. Vaqtinki Allohning kalomi tilovat qilinganda ularning iymonlarini ziyoda bo'ladi deyapti. Mana hozir xohlagan masjidga boring, xohlagan namozda boring, xohlagan jumaga boring. Bu yerda namoz tugatiladi, duolar qilinadi, mikrofon qorini qo'liga beriladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim deganda ana shu jamoatga kelgan mu'minlar agar qalbida Allohning muhabbatiga, kalomiga muhabbat bo'lsa, mana shundan bir iymonim, amalim, qalbim ziyoda bo'lsin, nurlansinsa o'tirish kerak edi, bu yerda qotib. Bu yerda tilovat qilinyapti, gur chiqib ketaveradi. Allohning kalomiga teskari. Bundoq insonlarga Allohning kalomidan bahra bo'lmaydi, qalb undan orom olmaydi, birodar. Vaqtinki ularga Allohning kalomi tilovat qilsa, ularning iymoni ziyoda bo'ladi deyapti. Endi dunyoda harakat qilish uchun harakat qilyapmiz, o't ko'ryapmiz, o't ko'ryapmiz, do'kon bozor. Nimaga? Molimiz ziyoda bo'lishligi uchun qilyapmiz-da shuni. Daraga chiqib ketmon chopyapmiz, molimiz ziyoda bo'lsin. Chorvachilik qilyapmiz, molimiz ziyoda bo'lsin. Savdo, qishin, yozin harakat. Nima? Pulim ziyoda bo'lsin deb. Iymonni ziyoda bo'lishligi uchun mana bu yerda bir pas o'tirsa bo'ldi ekan. 5 minut o'tirsa bo'ldi ekan, Allohning kalomi tilovat qilish eshitib tushunmagan taqdirda yo Robbim, mana bu kalomingni go'zal o'qiyapti, shu qoridan Alloh rozi bo'lgin. Bu oyatlarda menga nimani buyuryapsan ekan? Men tayyorman, bosh ustiga seni amrlaring. Mana bu oyatlarni men tushunmayapman. Meni nimadan qaytaryapsan ekan? Qaysi gunohlardan qaytaryapsan ekan? Qaysi haromlardan men tayyorman qaytishga deb o'tirishlik kerak-ku. Ana unda insonga Xudo taolo kalomidan bahra beradi. Qur'on o'qiladi, gur go'yoki yaqdagi ishi zarurday chiqib ketadi. Bundan qalb orom olmaydi bunaqa beodobchilikdan. Va ular Robbilariga tavakkul qiladigan zotlardir. Allazina yuqimuna solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Ular namozlarni to'kis o'qiydi. Ala taroq qilmaydi. Bomdod o'qisa peshinni o'qisa asr o'qimaydigan bo'lmaydi. 5 mahal namozni qoyim qiladigan zotlardir. Va ularga Alloh taborak va taolo rizq qilib bergan narsalardan, rizqlardan infoq, ihson qiladigan, yetim yesirlarni boshini silaydigan, muruvvat ko'rsatadigan insonlardir deb Xudo taolo eng muhim xabarni beryapti ketidan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mana Allohning guvohligi. Mana bular haqiqiy mu'minlardir deyapti. Kim beryapti bu guvohligini? Alloh beryapti. Endi bu insonni iymoniga shubha bilan qarashlik o'zi iymonsizlik hisoblanadi.
Mana shunday guvohlikka ega bo'lib turgan zotni mu'min, mana shular haqiqiy mu'min deyapti. Nima uchun? Sifatlarini sanab keldi. Mana shu sifatlarga ega bo'lgan insonni iymoniga shubha bilan qarashlik iymonsizlik hisoblanadi, birodarlar. Shuning uchun hozir ba'zi bir insonlarni bahrini biz ahli ilmlarni kofirlikda ayblayotgan insonlar bundan ibrat olib qo'ysin ekan, birodarlar. Alloh taolo guvohligi berib turgan insonni kofir yoki uni iymonida shubha qilishlik mumkin emas, birodarlar. Biz ham mana shu amallarni hayotga tatbiq qilsak, yuqorida aytgandek, bizlarga Allohning zikri haligi eslatilganda qalbimiz junbushga kelsa, tilovati Qur'on o'qilingan paytda iymonimiz ziyoda bo'lsa va har bir ishimizni Allohga tavakkul bilan qilsak va namozlarimizni to'la to'kis o'qisak va ihson infoq qilsak, Alloh taolo biz haqimizda ham mana shu haqiqiy mu'mindir deb guvoh beradi. Bizlarga mana shu muhim. Mayli boshqa bizlarni kim nima desa deversin, bizlarga asosiy guvohlikni Alloh taolo beryaptimi? Shuni o'zi kifoya. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ya robbil alamin. Muborak kunlarga yetdik. Zulhijjalarga yetqizding. Xudoga shukr, yurtimiz tinch. Xudoyo tinchligimizni ziyoda qilgin, tinchlikka xizmat qilayotganlardan sen rozi bo'lgin, o'zing qo'llagin, o'zing omadlarini bergin. Parvardigoro shu yurtimizni obodonchilik uchun harakat qilayotgan barcha insonlarga o'zing obod va ikki dunyoni obodligini nasib aylagin. Xalqimizni farovon to'kis hayot kechiryapmiz, ne'matlar ichida yashayapmiz. Parvardigor faqat shuni shukrini ado etishlikni ham bizlarga nasib aylagin. Ya Robbil alamin, mana 5 kundan keyin seni rizoying uchun bu yurtda qancha senga oshiq bo'lgan, senga muhabbatli bo'lgan, sen uchun bor butuni seni rizoyingda sarf qilishlikka tayyor bo'lgan bandalaring mana shu qurbonliklarni qilishadi, jonliqlar so'yishadi. Xudoyo Odam Safiyullohdan, İbrahim Halilullohdan, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan qabul qilganingdek, Xudoyo yurtdoshlarimizdan, butun dunyodagi musulmonlardan qurbonliklarni qabul aylagin. Xudoyo mana shu so'ygan qurbonliklarimiz qancha yillar davomida, oylar davomida qozonida go'sht qaydamaydigan yetim, yesir, beva, bechoralarni dasturxoniga, qozoniga borib tushadi. Xudoyo ana shularni bizlarni qilayotgan qurbonliklarimiz, bizlarni qilayotgan ihsonlarimizdan xursand bo'lsa-yu, Xudoyo ana shularni xursandchiligidan sen rozi bo'lgan bo'lsang, bizlarni ham ota-onalarimizni, bizlarni ham oila a'zolarimizni ikki dunyoda xursand bandalaringdan qilgin. Allohim xatolarimizni kechirgin, qilayotgan amallarimizga ixlos bilan, yondoshib muhabbat bilan ado etishligimizni nasib qilgin. Dunyodagi barcha mu'min, musulmon, mu'minlarga, yurtdoshlarimizga, Xudoyo bemor ahli mu'minlarga shifoi karam bergin. Xudoyo tez kunlarda shifo topib, Parvardigori olam hayit kunlarda oila bag'rida bo'lishlarini nasib aylagin. Bir qancha birodarlar duo so'rashgan, bir Botir akamiz degan bir yaxshi qadrdonimiz bor, onalari betob ekanlar, yana bir birodarlarimiz duo so'raganlar. Xudoyo mana bu virus dardi bilan kasallanib qoptilar. Xudoyo shifoi karam bergin. Xudoyo bu dardlarni yengillikda o'tkazib yorgin. G'oybi xazinangdan shifoi karam bergin. Qur'onda mu'minlarga shifo bor degansan, mana shifolarni bemor ahli mu'minlar dardiga nozil qilgin. Allohim boshqa bandalaringni, sog'lom bandalaringni bu dardlardan yiroq qilgin. Mushkuli borlarni mushkulini oson, hojati borlarni hojatlarini ravo qilgin. Allohim keksa otalarimizni keksalik chog'larda o'zing mehribonlari bo'lgin. Iymonlarini salomat qilgin. Ularni Xudo qiynab qo'ymagin. Keksalikda bir kun bo'lsa ham rohatda, bir kun bo'lsa ham dardsiz hayot kechirishligini Alloh nasib qilgin. Aka-ukalarimiz bilan oqibatlarimizni xayrli qilgin. Allohim hammalarimizni bir-birimizga bo'lgan oqibatlarimizni samimiy, sahobiy ikromlarni singari bir oqibatda bo'lmoqligimizni nasib qilgin. Xatolar ko'p, shoshqaloqlik bilan ko'p xatolarga yo'l qo'yamiz, shoshqaloqlik bilan ko'p gaplarni gapirib qo'yamiz. Allohim sen kechirguvchisan. Allohim bizlarni isloh qilgin, amallarimizni isloh qilgin, oilalarimizni isloh qilgin. Allohim qalbimizga taqvo bergin. Kelgusi Ramazon hayitlariga, Qurbon hayitlariga yetmoqligini nasib aylagin. Ya Allohim shu Zulhijja oyi barakotidan Hazrat domlamiz G'aybulloh xorakamlarga Alloh g'oybi xazinangdan shifoi karam bergin. Oilalari baxtiga, jamoatimiz baxtiga, musulmonlar baxtiga Allohim salomat qilib ko'p yillar Alloh tepamizda
bosh bo'lib xizmatlarda bardavom bo'lishlarini Alloh nasib qilgin. Mana shu masjidimizda xizmat qilayotgan qadrdonlarimiz, noibi imomlar, Adhamjon domlam safardalar, safarlarni bexatar qilgin Allohim. Obidjon qora akamiz, ustozlarimiz mana shu yerda mana xizmatda bardavom etdilar. Xudoyo tanlarini sog' qilib, farzandlarini baxtini salomat ko'rishligini Xudo nasib qilgin. Mana Qudrat xo'ja ukamiz Parvardigor g'oybi xazinangdan o'zing yaxshi ko'radigan juft halollar bergin. Akram xo'ja akamiz, bu yerda Husniddin akam bor. Qorovullarimiz hammalardan Xudo rozi bo'lsin. Bir opamiz borlar, kuni bilan mana shu yerda ertamindan kelib masjidni hamma yog'ini tozalab ketdilar. Mana shu masjidga ehson qilayotgan, mana hojatxonalarga qog'oz olib kelyapti, mayli nimadir qilyapti. Hammalarni Xudoyo o'zing ko'rib bilib turibsan, Allohim. O'zing qabul aylagin hammalardan kelgusi Qurbon hayitlarga Xudo salomat yetishligini nasib qilgin Allohim. G'amlarimizni aritgin, mushkullarimizni ko'targin, qalblarimizda cheksiz ezgu niyatlarimiz bor yo Allohim. Ana shu ezguliklarga sen rizoingda yetkazgin. Xudoyo qurbonlikqa eng kamida qo'chqor so'yishlikka qodir qilgin. Buqa so'yishlikka, tuya so'yishlikka qodir qilgin. Allohim jamoatimizni zakot beradigan boylardan qivorgin Allohim. Yetim yesirlarni rizqiga sen kafilsan. Yetim yesirlarni rizqiga mana shu ko'tarilib turgan qo'llarni sen sababchi qilgin Parvardigor. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya. Kelasi darslarimizdan Xudo xohlasa bir fiqhiy masalalardan ham bir bayon qilamiz inshaalloh. O'sha tahoratdan boshlab Xudo xohlasa, chunki bu juda muhim amallar. Xudo xohlasa bunda olib qaraganda hozir mana bu aytilayotgan masalalardan ham ko'ra muhimroq masala, chunki tahoratni har kim o'zicha qilib ketaverish kerak emas. Uni farzi, uni sunnatlarini, uni odoblarini Xudo xohlasa shu imkon qadar shu hojatxonaga kirish odoblaridan boshlab inshaalloh yetkazishga harakat qilamiz. Allohim bilmaganlarimizni bildirgin, bilganlarimizni amal qilishlikni nasib aylagin. Hammalarni Xudoga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatulloh.